Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush keldingizlar. Bugun men sizlarga o'ta kerakli damda bo'lib chiqatin qo'ydim tuz etin marinovat etib duxovkada pishirish yo'lini ko'rsatib bo'laman. O'ta kerak bo'lib chiqadi. Mendetli turda ko'rib tomoshalangizlar. O'tkishdan o'tkazilgan chesnog'imizning ustiga paprika solamiz, ashshi qizil burch solamiz. Описание barliq gramni yozib qoldiraman. Katta qizil burch solamiz. Xmeli, suneli degan priprava o'ta kerak. Suvni solib olamiz. Qora burch solamiz. Yaxshilab bir kelki massa bo'lgunga дейін aralashtiramiz. 2 oz qoshiq mayonez solishni unutmangizlar. Mayonez solib jibirib, yaxshilab aralashtirатын bo'lamiz. Bir kelki massa bo'lgunga дейін aralashtiramiz. Егер arnama жаңадан qo'zilgan ko'rmang bo'lатын bo'lsangiz, mendetli turda kanalimga kelib qo'yingiz. Bundan bölek video retseptleri o'ta ko'p kanalimda. Qaza aylantiru, qisqa quyruq mayda qalay marinovat etib pishirishning yo'llarini bo'lishganman. Ko'rib tomoshalangizlar. Endi tayyor bo'lgan tuzimizni olib, yaxshilab tuzlab olатын bo'lamiz. Tuzi barliq shetine teyu kerak. Tamog'imizning kes kelgan tamoqning damda bo'lishi uchun tuzi o'z mo'lcherida bo'lishi tez. So'ndaqdan barliq yerini bir kelki yetib, az da emas, ko'p da emas etib tuzlab chiqатын bo'lamiz. Yaxshilab barliq yerini bir kelki yetib tegizib chiqamiz. Tayyor bo'lgan damdeyishlarimizni tuzimizning ustiga surtib chiqamiz. Tuzni arnayı kuyov bola uchun pishirib жатырмын. So'ndaqdan kes kelgan kuyov bolaga ademlab pishirib bersangizlar uyalmaysizlar. Dal o'sha yo'lni pishirib ko'ringizlar, o'ta kerak damda bo'lib chiqadi. Yesh o'kinmaysizlar. Tek qana suvda pishirib beri salgandan o'slay damdeyishlarmen o'ta xush esdi, kerakli bo'lib chiqadi. Tuzimizni tilib jiberib, aralarına da damdeyishlarimizni surtib chiqатын bo'lamiz. Yaxshilab barliq shetini bir kelki yetib surtib olamiz. Nazar audarатын жеріне келдік. Көріп тұрғандай қолымызбен тuzimizni тесіп, aralarına da damdeyishlarimizni salib chiqатын bo'lamыз. Tuzimizni kesken кезде aralarından pripravalar damdeyishlari chiqib, o'ta kerak dam beradi. Жасап ko'ringizlar. Бар жоғы 2 soatda pishib chiqadi. Tuzimizning астына kartoshka, piyaz және bolgar berisтерін salib chiqdim. Dam беру uchun ularning ustine de kichkina g'ana tuz, qizil burch, qalalaringizga байланысты sevib chiqsangizlar bo'ladi. Kichkina g'ana ko'p emas. O'ta kerak damda sochni bo'lib chiqadi. Xush iis беру uchun ashshi qizil burchni sevib qo'yib chiqdim. Tuzimizni peshvoy plyonkaga o'rab bir tunga qoldirgan bo'latimman. Peshvoy plionkadan ajratib olib, dayin kartoshkalarimizni ustiga qo'yib olib, 2 soatga 120 gradusda pishirib olатын bo'lamiz. O'ta kerak damda bo'lib chiqadi. Mendetli turda жасап ko'ringizlar. Егер arnama tirkelmagan bo'lsangizlar, tirkelib o'z o'ylaringizni kommentariyaga qoldirularingizga bo'ladi. Like basıp, qo'ng'iroq belgisini basib qo'yishni unutmangizlar. Kez kelgan vaqtda video retseptlerimni ko'ra olasizlar. Video retseptlerim foydali bo'ldi degan umiddaman. Foydalaringizga yarasin. Videoni so'ngina дейін tomoshalaganingiz uchun rahmat. Kelesi кездескенше sog' bo'lingizlar.